Bu Tojikistonni pul birligi Samoni. Bu inson bizlarda Umidjon Tojikistondan kelib, o'zi marketda savdoni boshlagan edi. Ko'rib turganingizdek, shuncha har xil kategoriyada mahsulotlarni 20 ta, 30 ta, 100 talab sotib tashlagan. Birinchi sotuvga chiqqan tovari sotilgan vaqti 15-martdan boshladilar. Hozirda ko'p emas, 7 millionga yaqin savdo qilib qo'ydilar. Umidjon, rejalar qanday? Maqsad Katta qo'yganmiz aka. 100 millionga qachon chiqamiz? 3 oydan. Uzog'i 3 oydan. 3 oyda 100 millionga maqsad qo'ydilar. Umidjon, qiyinchilik bormi? Yo'q, sizning podeshkangiz bilan chiqamiz, bosamiz. Tojikistondan kelib turib, mana shu yerda harakat qilyapti, o'qib, o'rganib, Qo'qonlarga ham borib kelibdi, bozorlarga narsalarni olib. Hozir yana 2-3 kunda Qo'qonga ketadi. Agar Qo'qonda ko'rib qolsalaring bu bolani, albatta yordamlashinglar. Qo'qondan turib ham yashab, shu yerda biznes qilaman deyapti. Umidjon, omad. Rahmat. Xudo xolasa 2-3 oyda sizni videongizni qo'yamiz yana. Xudo xohlasa, gaz